Assalamu alaikum qarindoshlar. Ulug' Ramazonlarga tekrar muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mush ulug' kunlarda bizni yaxshi amallarga muvaffaq qilsin. Xususan bugun 27-kecha, mushu kechadagi bir shebe qadarga Alloh taolo uchrashishga Alloh nasib qilsin. Ba'zan sahobalar qasam qilib turib, mushu 27-kecha shu shebe qadar kechasi o'tadi degan uchurlarni bergan. Ba'zi sahobalar bunday degan bo'lsa, ko'pinchalar chulsa oxirgi 10 ga taq kechalarda o'tadi deganni ta'kidlagan. Demak biz endi Alloh subhanahu va taoloninki sharoit yaratib berishi va bizga ne'mat berishi bilan shu ibodatlarni qilyapmiz. Alloh taolo texmo yaxshi qilganini nasib qilsin. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan mazmun zakatlarni kimga beramiz? Alhamdulillahi robbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulih Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Qala Allahu tebarek ve teala fi kitabihil aziz. İnnemes sadaqatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muallafati kulubuhum. Ve fir riqab vel gharimin ve fi sabilillah ve ibnis sabil. Faridatan minallah vallahu alimun hakim. Yani bu Sure Tevbe'ninki 60. ayeti. Qarindoshlar, endi bu zakatninki birdigan o'rni, to'g'riliq nurg'unlagan ixtiloflar, nurg'unlagan qarashlar maydonga keldik. Shu maydon bir ixtilofni bir tugutish hamcho o'zimizningki bilganini yetkazish uchun sizlar bilan shu sohada to'g'riliq bir o'rtoqlashmoqchi, diqqatinglarni, bilishinglarni umid qilamiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda innamas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin vel amin alayha vel muallafati qulubuhum. Endi zakat degan nima? Zakat degan islom dinidagi ijtimoiy kafolat sistemasininki bir atalishi. Demak, zakat Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'e Medine'ye bağlandığı yol koyuldu. Zakatninki lügat ma'nosi pokizlash, taraqqiy qildirish, yani o'stirish degan ma'nolar bor. Pokizlash degan ma'nosi bor. Demak, bu zakatni bergandan keyin berguchi ma'naviy jihatdan kirdan pokiz bo'ladi. Mal dunyolarni poklagan bo'ladi. Uning uchun barakati bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aqimus salata va atuz zakat dedi. Namozni tadil arkanlar bilan xushu tazarrur bilan o'qinglar va zakatni beringlar dedi. Demak, bu yerda hamda zakatni beringlar deb Alloh taolo buyruq qilgandan keyin bu zakat beradigan o'rin haqida biz boshqa soatjiq to'xtalmaymiz. O'rin haqida ma'lum o'xshamagan qarashlar bor, shuni izohlab o'tmoqchi. Innamas sadaqatu lil fuqara'i vel masakin vel amilin alayha vel muallafati qulubuhum ve fir riqab vel gharimin fi sabilillah ve ibnis sabil. Faridatan minallah. Bu 8 o'rinni Alloh subhanahu va taolo o'zigacha bildirdi. Demak, endi bu oyatninki tushish sababi nima deganda, biz burunma takrorlab kelgan har qanday bir oyatni tushunishdan burun uningki sababi nuzul tushish sababini, hadisni tushunishdan burun shuningki yuz berish sababini uqsaq undan keyin nihoyat to'g'ri tushungan, to'g'ri bilgan bo'lamiz. Shu oyatning tushish sababi Peygamber Aleyhisselam shunday sadaqlarni kelgan yonlarni taqatgandan keyin shu payg'ambarimizning yanındaki munofiqlar bir xil zangli qilib Peygamber Akram sallallohu alayhi vasallamniki qilgan shu ishi qarta norozilik pozitsiyasida bo'lgan. Shu sababdan Alloh subhanahu va taolo bu oyatni tushirgan deydi Fathul Bayon degan kitobda, tafsirda. Demak, endi biz bu munofiqdan zaman oxirigacha qutulib bo'lmaymiz. Payg'ambarimizning davridan ba'd hozirmi bor? Hozirmi masalan ba'zi bir narsa taqatsa yoki bir narsani yaxshi ish qilsa, qilmaganlik gap yo'q. Qilgandan keyindan to'xtamay, ko'tildayotgan, to'xtamay g'iybat qilgan, to'xtamay unga so'z cho'chak paydo qiladigan ishlar hozirmi bor. Endi Alloh taolo ularning ko'ngliga insof bersin. Lekin amaliyot xato qilgan bo'lsa, zodi undaq yeb ketgan bo'lsa, yo ichib ketgan bo'lsa, bu to'g'ri gap qilish. Bunun için tanqidning ijobiy salbiylari bor. Ijobiy tanqid qilib o'zga deyish yoki deyilmasa degizlaydigan gap o'tkaziladigan olim ulamolar deyish, yurt cho'nglarga deyish,
Şu rehberlik diş arkalık bunu hal kılsa buludu inşallah. Hem de bunu kıstırıp koyğum geldi. Şu an bir yerde sadakalar deyilin, zakatlar deyin gap. Bu zakat maksat bir yerde. Zakatlar birinci olup birildığini fakirliğe gireydi. Fakir. İkincisi şu ise miskin. Üçüncüsü şu zakatga hizmet kılgan kişilerge. Dördüncüsü şu İslamga köngülü maylı olgan yoki İslamga ziyan keşlik kılış ihtimali bar bolgan kişilerge. Hem de beşinchisi şu ise kulazat kılış degan gap hem de bu yerda bizning hozir davrimizda qulluq tüzüm yok. Türmelerge kirib qolgan, aşında qapsılıp qolgan kişilerni azat kılış degan bo'ldi. Vel garimin degan şu ise qarzda, yo'lliq sabab bilan qarzdorlik bir holati beshiga tushib qolgan, tijoratga ziyon tortgan, masalan, yoki masalan bunda tafsilot to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Masalan, ikki taraf yo ikki davlat yo bu ikki masalan guruh yo ikki dona kishi urushib qolsa, buni isloh qilish uchun shu pulni sarf qilsa bo'ldi degan bo'ldi. Ibn Sabil, yani musafir, masalan, bu vatanda pulusu var, lekin o'g'ri yoki ma'lum vatan qaytarmaslik sababidan namoratlashib qolgan. Atrofimizda bunday kishilar jiq qo'ymasin. Mana shunda 8 xil kishilarga berilganligini Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga uqtirdi. Endi bunda bir sahoba keldi, menga bir narsa bersan ya Rasululloh debdi. Men buni o'zim xalab bermayman. Bu 8 o'rinning birisiga tushsang beralayman. Alloh subhanahu va taolo buni menga qo'ymay, buning hukmini o'zicha arish a'lodan bevosita buyruq bilan tushdi. Muş 8 tane kişi orunga 8 tane şu tabakaga biraleymen degan. Hatta Peygamber Aleyhisselam bunun işletiş hukukunu Allah Teala vermegen. Peygamber Aleyhisselam bunun işletmeydi, lekin ganimetninki nimisine 5'ten birini aladigan. Zakatni Peygamber Aleyhisselam'nınki aile tavabatları demek endi bula işletilmeydi şeriatta, bu to'g'ri emas. Bu deganlik endi boshqa beyin bo'lganlik emas. Alloh subhanahu va taolo shunda o'rlashtirgan, shu bo'yicha bo'lishi, shunday bo'yicha menishi lozim. Endi buningda bizga nurg'unlagan hukmlar, masalan, bu hamda bu zakat hamda islomning asosiy rukunlaridan 3-rukun, 3-asos. Alloh subhanahu va taolo uni farz qildi. Bu zakatning farzligini inkor qilgan odam kofir bo'ldi. Masxir qilgan odamni bilib qilgan bo'lsa, u iymondan chiqadi. Chunki Allah qachon bakara qilingan o'shir zakat anda bunday deb kommunistlar buni vatandan aytib jiq haqorat qildi. Sababki bo'lsa iqtisodga erishib qolmasin, taraqqiy qilib qolmasin musulmonlar degan gap hamdi. Buni yomon ko'rsatib ekan bir narsani takrorlash rostga aylanib qoldi deb bizning kallamizda ma'lum bir anjaq tushunchalar bo'lib qilib, bundan saqlanishimiz lozim qarindoshlar. Demak, endi bu yerda biz degandek boylar bilan nimratlar o'tirisidagi bir munosabatni tangshash va buningda. Masalan, ilgari ümmetler 4'ning birini berish farz qilingan. Masalan, Qarun Musa alayhisolamning millatidan, lekin bu qattiq beyib shu Fir'avn bilan hamkorlashib, bizning ba'zi bir dinsiz o'zimizning millatdan chiqqan kishilarga o'xshash dushmanlar bilan birlashib musulmonlarga ziyonkashlik qilgandek, shu vaqtda men ziyonkashlik qilgan. Shuni arig'ini unutmagan masalan. Shunda g'alati gap, endi hozir shu desa, %2,5% nima qilamiz? Arishni islom belgilagan. Bu ijtimoiy kafolat sistemasi baylar namratlarga beradi. Masalan, tuxadu min aghniyahim va turaddu ila fuqaraihim shuna. Bu bir illati, birinchi hikmati baylardan elib namratlarga berildi degan. Bu 8 ta nima bor? Peygamber Aleyhisselam Muaz'ni Yemenga o'tgan chaqda bu shunday ta'lim bergan. Xo'sh. Endi bu yerdagi baylar bilan namrat o'rtasidagi munosabatni tangshash. O chaqda shu desa, baymo o'zi cho'ngchilik qilib, men o'zim topdim deydigan gapni qarang o'xshash demaydigan. Umucu birishga mecbur oldigan, hem pul mal dünyanın öyle saklanmaydigan bir xil halet nima qiladi? Bunda şekillendi demekçi. Demek Allah subhanahu va taolo o'zining rububiyat sifati bilan shunda ijtimoiy kafolat sistemasini yo'l qo'ydi demekçi. Hamda namratlik bu yer sharida unda bir keng avj olgan narsa emas. Har qanday bir yer namrat bo'ladi. Masalan, butun hamyerda bor, g'arb davlatlarida bor, Amerikada bor, bizning shu devletlerimizde mi var, yurtumuzda mı var, mişada mı var? Hem de bu esasında köpek eğirleşip geçiş sebebi ne ise adaletin yok olganlığı, zulümün çektiğin aşkallıkın neticesi. Halk bak namara top kesse, çokum şu hakimiyet üstündekiler uğru. Çokum şular Allah subhanahu wa taala bir devletke, her bir milletke özgür layık bir iqtisodiyot chiqish yo'li shunga bir nimasini bergan boyliqni. Shular o'g'irlab satqanlikdan, yeganlikdan xalq namara top qoldigan gap. U boshqa narsa emas endi. Şuna
Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de "Huz min emvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim." Ularningki mallarını ağın, sadaqa zakat hesabida alğınki ularni pokizlab qo'ydi. Pokizlab degan gap, buni zakat arimigan odam pokiz bo'lmaydi. Zakatga inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Bayatın degandek. Zakatni masxir qilgan odam cho'lsa, u iymondan chiqadi. Zakat masxir qilib og'zimga kelgandan deyma, oldimga kelganni yeyman deb manda qilsak bo'lmaydi. Qarindoshlar. Mush to'rlarda, masalan, ijtimoiy aloqa vositalarda jiq kishilarimiz diqqat qilmay, ya'ni masalan qo'llaydigan yoki qalamqon narsani bosadigan, uni so'rab boqmay, bilmay turiblar, manda ba'zi gaplar yo'lliqda ko'ransimi, tegadi bunda bo'lmaydi. Shunga zakatni masxir qilish, zakatga haqorat qilish bu Qur'oni Karimning aniq prinsipiga haqorat qilganlik bilan baravar. Shunga buningga biz diqqat qilishimiz lozim endi. Endi bu zakat degandan zakatning 8 o'rnining hammasiga berish lozimmi desa, ulamolar endi bir qismlar hammasiga endi pul bor odam az-azdan berish kerak deb qaraydi, lekin ko'pincha olimlar desa, yo'q, shu eng lozim bo'lgan, eng jiddiy bo'lib shu islomning gullanishi, musulmonlarning taraqqiyoti uchun ishlatiladigan o'ringa, shunga berishi, namoratlarga berishi muhim deb qaraydi. Buning bekbe keng to'xtalishimizning o'rni yo'q. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu 8 o'rinni bizga deb berdi. Endi ko'proq atrofimizdagi endi shu 8 dona o'rinninki, masalan, faqir, miskin, bu bizningki islomning ichki qismidagi islomning kuchayishining asosi. Namratlar, ojizlar iqtisodiyot kafolat ega bo'lgandan keyin ular kuchayalaydi masalan. Endi ma oxirgi 4 desa, oxirgi 4 ham bu islomning sirtqi bir kuchayishining asosi masalan. Shunga buni endi keltirdi. Burun keltirish sababi nima desak, endi faqirlar, miskinlar bo'lishanda atrofimizda bor, ham bu biraz avval shularga ko'ngil bo'lishning zarurligi chiqdi endi. Endi faqir degan nima, miskin degan nima degan bir endi savolmi tushishi mumkin, tushishi mumkin. Shunga biz bu faqir degandan keyin Allah subhanahu va taolo masalan Qur'onda aniqlam dedi. Shu ammas safinatu limasakina dedi ama miskinlar to'g'riliq. Lekin faqirlar to'g'risi lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim va amwalihim yabtaguna fadlan min Allah va ridwana va yansuruna Allah va rasulahu ulaykumus sadiqun. Sura Hashrning 8-oyatida faqirni tushundirdi. Avval faqirlarnikille bu faqirlar desa o'z yurtlaridan chiqarib etilgan yoki chiqib ketish qistagan. Masalan, muhojir qarindoshlar, masalan, bizga o'xshash. Ular mallardan chiqargandan keyin mallarini bankada qo'yib qo'yganlik yo bo'lmasa ba'zi mablag' sarf qo'yganlik, o'sha pullari ashada qolib qolgan. Nima uchun shunday chiqqan bo'lsa, Allohningki fazlini tilab, Allohning roziligini tilab o'lcho, Allohni rozi qilish uchun chiqqan. Dinni saqlayolmagandan keyin, din, e'tiqod, iymon bulardan asta evalinayotgandan keyin bular dinimizni saqlaymiz deb bular chiqqan. Ya'ni muhojirlar demakchi. Bular bo'lsa Allohga yordam beradigan maqsadda chiqqan. Allohning elchisiga yordam beradigan maqsadda. Endi hozir bu oyat bo'yicha aytgan vaqtda shunday namrat muhojirlar bu faqir degan buncha ana muhojir, ya'ni bular o'z yurtlaridan, mollaridan elbelingan yo'q bo'lgan ahvol biroz ig'ir. Demak, buningki nima? Shu bir kun keyin narsani yeydisimi yo'q bo'lgan kishilar buning kirdi deb qaraydi olimlar. Bular hamda desa Allah rızalıq uchun chiqdi, Allohning dinini qo'g'daymiz deb chiqdi. Bu faqir bo'lib qoldi. Endi faqir degan hamda nima? Masalan, bu mishaning o'zidan bir chiqdi. Miskin azroq bir narsasi bor. Masalan, qanday bir narsa bo'lsa, masalan, Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomningki voqealigidagi shu kiyimisi bor. Kiyimini ijaraga berib, masalan, kiyimini ish hisob turib pul topib xarjlayotgan kishilarni desa miskin deb atagan Alloh subhanahu va taolo Qur'on. Demak, bir kiyimisi bor odamning miskin degan. Endi faqir desa bu narsa yo'q. Ba'zan deydi, faqirning miskinning o'rnini olmaydi. Miskin desa bak kuni ahvoli ig'ir deydi. Lekin jumhur olimlar faqirning ahvoli ig'irroq deb qaraydi. Masalan, bayat degandek yeydiganga, ichadiganiga yo'q, shunday holatda qolib qolgan kishini faqir deymiz masalan. Miskin degan ammas safinatu li masakina ya'maluna fil bahr masalan. Ama bu kiyimga kelsak, bu kiyime şu miskinlarning ketdi, bular dengizda ishlaydi. Dengizda shu kiyimisi bor odamni Alloh taolo uchun miskin deb atadi. Shu miskingami nim bilan zakat bilan degan bo'ldi. Hani miskin qanday birimiz esa, masalan, hozir atrofimizda miskinlar chiq, masalan, as-sa'i al-armalat al-miskin masalan, kal mujahid fi sabilillah hadis va masalan, shu namrat miskinlarga yoki tul xotullarga, yetim bolalarga
masalan xizmat qilib shularninki yo'qni tepib ularning iqtisodiy ijtimoiy ahvolini xabar olgan kishilar mujohidga o'xshash degan hadis va sahih hadis. Demak miskin degan sakanadan chiqqanda shu bo'lib qolgan. Qanday chiqish yo'li yo'q. Ya bo'lmasa ishlasimi masalan bizning hozirgi ahvolimizga solsak uyning ijarasi 2,5 ming. Uyning ijarasi 300 dan 1500 gachalik hozir eng tuvan bo'lishi shunday bo'ladi. İşlash 2,5 ming ishlaydi. Buni chiqarib olsa turmushga yetmaydi. Anadan ikkinchi desa o'zi ishlab turib, ananing asbat yordamga tayinib, yordamni ilayotgan. Ma kishilar uchun mana miskin. Mana mushularga zakatni bersak bo'ladi shariatda. Ama ular haqorat qilib, boshqa yerda o'ltirib, gap qilganlar insof qilish kerak. Ular unda bo'lmasa, shuni bermasa, olmasa, ana bu yerdan tashlab iymon, e'tiqodni voz kechib turib, boshqa yerga ketish to'g'ri kelib qoladi. Endi amalsiz qolsa, hayoti xavf ichida qolsa ketsa bo'lgan bilan, lekin unda xalqancha kafirlarningki yurtlarga yoki ba'zi yerlarga ketishning o'zi shariat hukmini o'ylanib beqish kerak. Hech qaynib qildigan ish emas bu. O'zimizga emas, avlodlarimizga ega bo'lish uchun mush Yevropa boshqa yerga ketayotganlar yoki ketish qiziq turganlar Allohdan qo'rqish kerak. Zaten to'g'ri, bu qiyinchilik bor. Bu hal bo'lishi mumkin inshaalloh. Lekin faqat amal olmagan chog'da shu shariatni ketmang demaydi. Şu meselelerine biraz dikkat qilishimiz lazım. Shular uchun binasi edi, unda qildi, munda qildi deb o'ltirib, bergan narsaning tayini yo'q yoki bermaydi shu gapni deganlar, bular haqorat qilishning o'zi og'ir jinoyat. Shu miskinlarga mushular uchun zakatni bersak bo'ladi, zakatni. Demak, 85 gram oltini bo'lmagan zapas o'ziniki hajatligidan eshib. Demak, shu hozirgi hisobda 33 ming, 35 ming yoki 40 ming pul bo'lmagan kishi miskin hisoblandi. Ondan tüven bir yıllık nesik ara yetidi ya o. Mesela miskin degen şu bir aylık ya şu 5-6 aylık pulusu bay yetitkan. Mesela gerçi üy olsun mu? Gerçi onun için bir nimesi olsun mesela. Lekin pekirinin şu bir nesi yok alatta. Hem nesi şu mesela bütünley hem nesinin ağırlık kalan ya koyman yok. İşlerini pekir de deyimiz demek için. Şu mana enak bilvallık yanındaşlar. Şu miskinlerge zakatlarını biriş bu şu toğra hamdi. Toğra. Bununla birimiz. Ana ikinchi desek endi bu zakatni berishda endi biz eliqi havoyavesimiz o'zimizning uchunda xohish bilan ko'ngilning tatqiniga qarta bersak bo'lmaydi. Zakatni belgilab berdi. Zakatninki o'rnig'imi qanday qilamiz desak, mush mayli bayadam uzib bersin, mayli shu shunda zakatni yig'ib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davridagidek masalan shu bir yerga to'plab beradigan bo'lsin yoki hozirgidek shu masalan bir yerga to'plab dernekli birdigan bo'lsin, o'zining havoyi hevesi bo'yicha bas bo'lmaydi masalan. Demak, uning uchun Allohninki shu taqsimotini chuqur aslidan chiqarmaslik lozim. Buni shu shariatni bildigan, shariat tushundigan odam berish kerak. Shularga tushsa, joyiga tushdi, bo'lmasa joyiga tushmaydi hamda bu. Aniq bu. Chunki islom qonunidan ruh odam tushunmaydi ya. Agar u havoyi hevesga o'ziniki nimasi kuchli desa, bu mayl bo'lib buni basi masalan. Ikkidan bakan İkisinin birisi köngül tatdı iken, yani birisi küçük dese, köngül tatmay anıga bireyçu deydi iken. Hem de gerçi ikilisi biriş de bu zakat ada tapkanda qamdan evlası köngülünü tavatmaydigan kişiga biriş kerak deydi. Nimede? Nima uchun desa, köngülü nimaga tatidi? Faqat xo'sh deganga, voy deganga, yoki voy deb tazim qilib qo'yganga, yo ishni qilish berganga köngül tatidi. Manda holatda bas bo'lmaydi buni. Ikkidan bo'lsa, köngül tatmaydiganroqqa o'xshash bo'lsa, ashunga birish bu bakroq taqvolik debdi buni tafsirshunos olimlar. Shu hamda bunga diqqat qilishimiz lozim. Ya'ni kim ko'rma qanday birim deb buni so'rash lozim. O'zimizning kallasida masalan paloni xizmat qilibdi, paloni o xizmatmi, shariatga xilop ish qildimi yoki shu shariatga qarshi ish qilyaptimi, uni bilmaymiz. Bilmay turib, ba'zi masalalarda shunday qilib birib qoldigan ish bo'lib qolsa bo'lmaydi. Shunga bu bak omonatni joyiga tekkizish lozim demoqchimdi. Shu hamda biz ba'zi masalalarga noyatliqi sal qaraymiz, lekin sal qaragan masalamiz chiq masalalarni keltirib chiqirdi endi. Shunga Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning ba'zi kishilarga qarata chekilganligi, ba'zi kishilarni uni u bak yaxshi, bak ajoyib taqvo degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom unda dema musulmon degan deb baga eskartishlar bor. Buni desak endi bu yerda gap uzrab qoladi endi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu faqir bilan miskinni ilgir qildi. Nimishqa desa, bularning ehtiyoji bakroq bo'lganligidan turmush g'amida qolgandan keyin bular faqir miskin endi bu ko'proq bo'ladi. Shunga buni bilishkicha burun Alloh subhanahu va taolo innamas sadaqat lil fuqara vel masakin dedi. Shunga buningga biz endi aniq diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchimdi.
Yana birsem de bayatın degandek yani pekirler miskinninki ahvalim de pekirnin ahvali çok bakrak eğir miskinin sel tuvarrak bu şu Peygamber Aleyhisselam dedi Allahümme inna na'udhu minel fakr dedi. Namratlıktan panah dildi. Çünkü namratlık eğir oğaçka. Lakin ço miskinlikten panah dilimi Allahümme ahyini miskine dedi Peygamber Aleyhisselam. Ey Allah benim miskin haleti ço tirgizgin dedi. Paraqның bağlığı bana mişadi. Şuna biz bazı meselelerde yaxşı oynayışımız lazım endi. Ayette mi dedik? Emme sefinet fakanat lima sakin yamalun fil bahr deb mesela. Ya komagan hadiste Peygamberimiz leysel miskinu lezi yatufu alen nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan dedi. Ve temrat ve temratan. Velakin el-miskinu lezi la yajidu ghinan yughnih dedi. Yani bu bir atal binasin bahsi qaytadigan, manda qaytib ketadigan kishi bu miskin emas. Miskin degan gap cho'disam, o'zini behojat qila oladigan darajada bo'lsa miskin bo'ladi. Demak, kishilar mendan so'ramaydigan manda holatda demoqchimdi. Şuna pekir enmenço ahvali sel eğir miskin qaraganda bunu ikisini berdi. Endi ba'zida olimlar ikkisi bir yerga kelsa ayrim ma'no berildi, ikkisi ayrim yerga kelib qolsa o'xshash ma'no berildi deydi. Bu bakrak kuchga ega gap. Shuni bilib olsak bo'ldi qarindoshlar. Shuna bu bir usul fiqh qoidasimdi. Buni biz nihoyat yaxshi tushundik. Endi buningda endi bedeni kuchlik, masalan, ishlaydigan odam, bayatni dedik ya, zakatni elish masalasi qanday desa endi bu endi üzüço putkulu saqken, lekin işlemepti. Bu işlemezlik nima sababdan desa, ishlash qiziqitgan, lekin ish topolmapti. Masalan, bizning mayadicho ya ish izni ololmapti, ruxsat yo'q masalancho, ishlaydi, ishligini qo'ymaydigan ahvol bo'lib qolsa, buni va ishlamadan andaq-mandaq haqorat qilishning o'rni yo'q qarindoshlar. Nurg'un qarindoshlar ba'zi uchurlarni qildi, ba'zi yo'lladi, masalan, nurg'un ustozlarga, nurg'un kishilarga yo'llaydi buni. Bunda qiyinchilik tortdi, bunda bo'ldi deb. Endi uni qo'limizdan kelishicha yordamimizni qilgan bo'ldik, lekin Alloh yordam saqlasin. Endi o'sha kishilar, shunday atrofdagi kishilarning bir biz o'ylaymizda u kishining qiyinchilik yo'q deb, lekin qiyinchilikning borligi keyincha isbotlandi. Ba'zilarning masalan biz olib qo'ygan kishilar hukmini shularmi keliglik mana qiyinchilik nima deb, hatto shunday bir asrda bo'lsin deb tizimotga asosida qilib qo'yganlar bor. Shunga atrofdagi kishilarni biz shu bak tekshirishimiz muhim demoqchimdi. Yana birsamda zakat mayda kishilarga cho desam, ish topolmagan bo'lsa, bunda saq kishi bo'lsa, ay kishi turib undan deb bo'limi as bo'l dedi. Masalan, oyat Alloh taolo vallazin fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il vel mahrum dedi. U boylarning iqtisodida haq bor, ma'lum haq bor dedi. Ma'lum haq degan gapingizni binasi birib qo'ysa haq bo'ladi, binasi bermasa qolmaydi masalan. Haqni shu bergandan keyin bo'ladigan narsa. Demak, Alloh taolo ana belgilab o'tgan narsa. Boyning pulisida lis-sa'il so'g'uchiga mana qiyinchilik va mana ish vaqti mana bir qipaslar desa, shu pulis va odamlar buning uchun yordam qilish lozim demoqchi. Yana birisi mahrum yo'q bo'lgan masalancho, o'zi demaydigan shu manda kishilarmi bor demoqchimdi. Bir ish tabaylis topolmaydigan, ya qilinmaydigan, ya kasal sababidan qilinmaydigan masalan. Shu buning nima qilish, diqqat qilishimiz lozim. Hamda yana bir shu ish qilmas sababi o'zi ish topalaydi, lekin qilmaydi, ishni yaratmaydigan. Ammo da qas olimlar ixtilof qildi, lekin endi ba'zi buningdan odat topadiganligi rost. Endi shunga biz bak chingitib o'tmay, ba'zi ishlarda kengroq yo'l tutish bu muhim. Chunki bizning ahvolimiz hammamizga ayon. Yana birsamda uchinchisi val amilin alayha dedi. Endi uchinchisi demak zakat xizmat qilganlar o'zicha ma'lumda faqir miskin qarangan namrat. Qolgan 6'sı boy buning. Mana o'qitib diqqat qilsak bo'ladi. Faqatlam deb 8 ni dedi, lekin 8 ni ichida ikkisi faqirlar miskin namrat qolgani boy. Ya hukman boy masalan. Boy. Mash amillar ham uchun o'zi boy adam. Lekin buncha zakatni xizmatini qildi. Ya zakatni yig'di, ya akiladi, ya boydan zakatni elib, ash opirib, unga mashinasi qilmay qo'yib, ishlab, yoki shu zakatni xizmat masalan bir zakatni yig'ib turib, taqtirdi masalan dernek tikil deyli. Shularmi shu zakatdancho maash subtida jiq olmay pul ishlasi buldu degan gap chiqdi bundan endi. Buni elish to'g'ri, chunki uni qilmasa xizmat to'xtaydigan gap. Hozir shu endi uyda o'tiriblam, shu haqoratni qilamiz, bir narsa taqat qilib tilaymiz. Bo'lmasa, ba'zi yerlik, ba'zi shaharlardagi ishlarni buzdik ayni. Agar ishim taqalmaydigan bo'ldi, endi Allohdan qo'rqishimiz kerak. Tekshirdigan ish bo'lsa, tekshirishni talab qilsak yoki oldiga chiqib desak bo'ladi. Shu ijtimoiy aloqa uchur vositalarda o'zimizni sal tutib olmasak, ig'ir gunohkor bo'lib qolamiz qarindoshlar. Shunga ham shu zakatni val amin alayha buningcha birish shariat uchun bu to'g'ri, bu as bo'ldi degan bo'ldi endi. Buning endi iqtisodi boturibchi as bo'ldi. Ammasi texmi yaxshi masalan, endi qilib qo'ysa xizmatni, bu Alloh buning aslida ajr berdi endi.
Şuna bu doğruluk çıkma toxtalmasak buludu. Hamda vel muallafat kulubuhum. Anadan keyin 4-chi desa, demak bular kafir. Zakat degan kafir bilamimiz berildi. Kafir yoki nachar eski odamlar atrofimizdagi masalanchi islomga ziyonkashlik qiladigan yoki undaq saqchi yoki shpion bunday kishilarga zakatni shu bersa bu orqali uning ziyonkashlikni to'xtatib vatanda shunday ishlar bo'lgan hamda masalan nurg'ulg'an dars yutishlar tabliğ da'vatlar shu ishlar orqali amalga oshgan. Bularga müçodisi bas bo'ldi. Lekin buni Umar radhiyallohu anhu amaldan qoldirgan. Amaldan vaqtliq holatda amaldan qoldirgan. Chunki bizning vaqt ojizlik dastlabda hozircha biz kuchlandik degan. Ba'zi hukmlar shunda zaman makondan kelib hayotni eslatdimmi, esimda yo'q, lekin shunda zaman makon ya shaxsga asosan hukm o'zgaradigan ish bor. Shunda Umar radhiyallohu anhu buncha amaldan qoldirib qilgan. Masalan, kuchaga vaqtda bunga ehtiyojimiz yo'q deb bermagan. Masalan, payg'ambar alayhisolamda Makka azat bo'lgan chaqdimcha undan keyin bergan ahvollari ba delil. Mesela bazı meselelerni biz o'zimiz shu illat tepilib qolsa, shunday kishilar bo'lsa, islomga yoqib mayl ekan qalbi, uningcha bunda bir narsa epirib yoki bir uni nima qilsak bo'ldi. Yoki bo'lmaganda islomga ziyonkashlik qilish ehtimoli bor ekan, buni to'xtatish uchun zakatlarni hajlasak bo'ladi demoqchimdi. Buning uchun 8 o'rinni ko'rsat, 8 o'rinninki izohlash, 8 o'rinni tushunish o'yintancho bek muhim endi. Umar radhiyallohu anhu shu islom kuchaydi, uni bermaymiz degan masala. Xo'sh, Umar radhiyallohu anhu qilgan hukmni amaldan qoldirishmi desa yaqinda emas. Unda tushunolsak bo'lmaydi. Hukmni amaldan qoldirishmi shu illat yo'qolgandan keyin uning uchun illat qilingan narsa yo'qolgan demoqchimdi. Buni tushunli. Endi bu muallafat qulubuhum bu ikki turlik bo'ladi. Lekin munofiq masalanchi islomga ziyonkashlik qilish ehtimoli yuqori yoki kofir islomni masalan qabul qilish ehtimoli bor bo'lib qolgan kishilar bo'lib qolsa yoki islomga ziyonkashlik qilish ehtimoli bor bo'lib qolsa buni bersak bo'ladi demoqchimdi. Bular nimaradan emas, muallafat qulubuhum bay. Bayga yana shu zakatni bir davom gap endi masalan. Şuna ba'zi masalalarda hissiyatga tayanib turib manda hukmni chiqarib o'tish bu to'g'ri emas demoqchimdi. Boshqalarning qalbini mayil qilish bu bizning uchun boshda toplanmaydigan mas'uliyatimiz. Endi birsamda afir riqob dedi. Afir riqob endi o tugab bo'lgandan keyin endi to'ti. Endi diqqat qilgan bir masala baştaki masalancho innamas sadaqatu lil fuqaro'i vel masakin vel amin alayha vel muallafat qulubuhum dedi. Ma'noda lil fuqaro'i lam bilan keldi. Yana xoslashtirish, temlik dedi olimlar. Mo'shani igi qilish, qulugi birish, buningcha shunaqa tutqizib, yuzigacha foyda manfaat hech qanday narsani uningga chatmay, o'ziniki qilib bir bitish degan bo'ldi. To'tga. Oxiri kelgancha diqqat qilgan masala vafir riqob fi bilan keldi. Mush qul azat qilish yo'lida va qarzdorlikni tugutish yo'lida, ibn sabil yo'lida, yoki Allah yo'lida deganni biz bir askartib qo'ymasak bo'lmaydi, qarindoshlar. Vafir riqob deganda endi buningda şu ayni vaqtga masalan qulluq tuzum ba vaqt bo'lib qolsa, mana shu pul tappasan sen azat desa, uni shu azat qilish yoki shu ma'lum yerdiki, masalan ya hemşerilerimiz deyli ya qapsilib qoldi, ya turma kirib qoldi, ya shu ashuni qutqizish uchun zaten aniq ishonchlik. Hamma ishninki bir 5 yo'lda qaranglar. Har bir ishning qilg'uchisi bo'ldi. Dalil paketlan bo'ldi. Lekin hozir shundami? Necha kun burun shu ishga mas'ul ba'zi kishilar bilan aloqalashib kurashgan bo'ldik. Uning saxtipazlik, aldamchilik masalasi chiqqanligi. Mishada turib ishchiliklar maslashib shular qarta pulni planiga desiniz, sizni chiqdi ya plani ya tutib olib qo'yibdi desiniz, pul birti deb bilan pulni elib ikki joylan yo'q o'tirdi. Shunda bir ish bulag'liq endi. Yo'lning ba'zi amin bo'lmagan ishlarga ba'zi kishilarni qutqizimiz deb behud ketgan ba'zi ahvollar bulag'liq. Bunga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Bu deganlik endi biz buning qarta hech qanday ish qilmang demoqchi emas. Buni qutqizish to'g'ri holatda bo'lish kerak demoqchi endi. Yana birisi desak endi azıq vaqtda shu turma kirib qolgan yoki masalan ba'zi masalalarni biz shundanki ustozlar, shu rahbarlar yoki shu boy kishilar buni yaxshi biladi. Shular bilan hamkorlashib turib buni qilsa, Alloh asalab ajr beradi. Buni qutqizish bizningki har bir qiyinchilikda qolgan kishilarni qutqizish bizning boshda qo'llanmaydigan nima mas'uliyatimiz. Shunda oyatda masalan va atuhum min malillahillazi atakum dedi. Ularga Allah'nınki sizlarga bergan melini birinlasizlar bir amonatdor. Islom bilan emas u. Allohninki amonat qo'ygan narsani ularga birinlar degan, shunga bu zakatni joyiga berish intayin muhim. Buni tushunlar. Ular hissiyatli so'zlab ba'zi yerga qilib bersa, masalan, nurg'un masala aynan bo'lib ketganlik hozir endi.
Bunda bo'lib qolmaydi. Al-g'arimin hamda g'arimdan maqsad nima desa, uning qarzi va ustida. Masalan, o'zining bolalarini boqaman deb tijorat qilib qarz bo'lib qoldi yoki pul ayirib qarz oldi. Mana atrofimiz ko'p. Xeyli ko'p ustozlar shunda qarzda, talab ilmlar qarzda yoki tijorat qilib tijoratda o'ngda tushib, bular qarzda bo'lib qolib, bularga nisbatan-chi bularga shu pulni qarzningki haqqi degan gap qarzlarningki shunga egisini tepib shuni birish isbotli holatda shuni to'lash ijtimoiy jamiyatdagi baylarningchi iqtisodiyotningki mas'uliyati hamda. Shunga ba'zi masalalarni masalan Umar ibn Abdulazizmi Qosim ibn Muhaymara degan kishiningki 90 dinar pul 90 dinar degan gap cho'ng gap endi u. Hozirgi vaqt deganda 90 ming yoki manda 80 ming lira yoki 90 ming dollar degandek gaplamdi. Shuni qarzdasan deb. Lekin bu qarz diqqat qiladigan masala, qimor o'ynab, o'g'irlik qilib, eski buzuqchilik qilib bo'lib qolgan qarz bo'lmasi kerak. Bu qarz chuqur yo'lliq asosida bo'lgan qarz bo'lishi kerak. Yana birisi shu qarz ziyon qilib qolsa, bunda tarbiya qilsa, ustozlar yoki shu baylarga qilsa gapni anglagan odam bo'lishi shart. Unda anglamagan bo'lsa, bu bo'lmaydi. Yana birisi qarza degandek endi o'ylab bilan tirikni bo'ladi. O'ylab qolgan ham qarzni to'lamdimizsa, shariat uningki payg'ambar alayhisolamning to'lagan to'g'riliq nimasi yo'q, dalil yo'q. To'langda buyruqqan dalilim yo'q. Tiriknikini to'laymiz, qo'liga birib turib. O'laknikini to'laydigan shu, unda qarzdan ketgandan keyin u cho'q jajisini tortish kerak dedi. Yoki shuningki vasilalari bo'lib qolsa, shularga bersak, shular to'lasa, shular ilibchi, to'laytalsa, bu chog'da bo'ladi deydi. Olimlar darxil ko'z qarashlar bor, lekin biz avlaroq tarafini, kengroq tarafini tutishimiz bu intayincha muhim demoqchiman. Hamda qarindoshlar hamda shu al-g'arimina, al-riqab al-g'arim fi sabilillah dedik hamda. Eng muhim masala fi sabilillahda. Fi sabilillahdan maqsad nima bo'lsak, fi sabilillah bo'lgan maqsad hamda buningda Alloh yo'lida jihad qilish, yana shu asli kafir bo'lgan tajovuzchi, kafirlarga qarshi urush qilish. Mushularga bu ishiltilish degan bo'ldi. Alloh yo'lida lam kelib qolsa, cho'qim bu jihad maqsad. Endi jihad degandan keyin chu desak, jihad degan qital bilan jihadning farqi bor. Qitalgan qurolli urush degan bo'ldi, jihad degan chu desa, buningda masalan payg'ambar alayhisalom fala tutiyal kafirin va jahiduhum bihi jihadan kabira deb Makkadagi vaqt tushdi bu oyat. Urushga izn berilmagan vaqtda shu vaqt payg'ambarimiz misqilda jihad qildi. Kafirlarga itoat qilma, sen-chi Alloh yo'lida jihad qilgin dedi. Qanday jihad qildi desa, payg'ambar alayhisalom Qur'on hadisini Qur'onni o'gitish, hadislarni so'zlash orqali uningdan keyin yakka holatda da'vat qilish, tashviq qilish. Mana hozirgi mush jihad eng kuchli bo'lish kerak. Bo'lib mush ilmoniy fikrdagi jiq chiqayotgan vaqtda olimlar dedi, fisabilillohning ishiga mushullik kirdi. O'sha da'vat qilgan, da'vatchi ustozlar, da'vat qilgan o'rin, media, mushunga axborot vositalari musulmon bo'lish shart bilan, musulmonlikcha oldingi ideyasi tekshirib, oldincha ashunda kishilarga berish lozim. Islomni qo'daydigan islomning bir turklari bo'lar, islomning bir sepili deydi. Mushunga chuqur berish lozim dedi. Fisabilillohni ayni vaqtda qurolli urushga qaratgan bo'lsa, hozir qurolli urushdan makroq ba'zicha axborot urushi, istiqsiz urush va istiqsiz urushga allaqachon kirib bo'ldik. Dushman kuchlar, kafirlar 2-3 million askar bilan istiqsiz urush qilyapti biz bilan hozir. Biz ojiz passiv holatlanamiz. Mishaga zakotlarni ishiltish, axborot vositalariga, medialarga zakotlarni ishiltish. Shu mediani boshqaruvchi, medianing sog'lom media bo'lishi shart bilan. Andaqiliqi boshqa uni deydigan ya desa musulmonchilikni yoqtirmaydigan, musulmonlarga ziyonkashlik qiladigan yoki so'kadigan manda media bo'lib qolsa, buning birishki bo'lmaydi. Buning aniq dalil faktlar ulamolar bunga hukm qildi. Shunga menga diqqat qildi. Shu fisabilillah masalasida biz ba'zilarda haj qilishni kirgizgan, lekin bu ojiz deydi. Shunga bunga hozirgi vaqtlarda desa, burun buni hamda shu jihad o'rinlariga deydi. Hozir shu jihad o'rinlari uchun tayyorlik masalan qanday desa, mujohidlarni tayyorlash uchun bunga madrasa, maktab qurib chiqish. Buning uchun olimlar hozir fiqh namozida buni to'g'ri deb qaraydi. Chunki shunda olat tarbiyalanmasa, bo'libmi madrasalar o'qib, iymon, e'tiqod mustahkam bo'lmasa, to'g'ri biz fan texnika bilan chuqur qurollanishimiz kerak, lekin e'tiqodi, iymoni kuchli bo'lmasa, uning hech kimga foydasi bo'lmaydi. Masalan, bizning Amerikadagi ba'zi yadikchi eng oliy unvonga erishgan doktorlarimiz nima ish qilsa Xitoylar hamkorlashib, gen tadqiqot bilan shug'ullanmoqda hozir. Chunki ular iymon, e'tiqod bo'lgan bo'lsa, bunday qilamdi, yo'q, qilmaydi. Boshqa ishlasin bo'ldi. Lekin Xitoy bir tajribaxona qurib berdi deblam, shunday qilg'liq endi masalan. Shunga bunday kishilar Allohdan qo'rqish kerak. Shunga e'tiqodi mustahkam bo'lmasa, aqancha yuqori pallaga yetgan bilan buning uchun natija chiqmaydi. Bular qarab baqsaq, davlatlarni ozod qilgan barliq tarixiy shaxslarda u shu kishilarning uchun desa, ijtimoiy fanda alohida yuqori o'ringa erishganlikni ko'rib olamiz. O'ng qo'limizni dinni, so'l qo'limizni fanni tutishimiz kerak. Bir-birini cheklab qo'ysa olmaydi.
Hozirgidek masalan 35 million xalq nisbatan bir 2-3 ming ulamo yo'q. Bir 10 dani o'qigan, diyalaydigan, so'zlaydigan bir ayol yo'q. Tushunmayotdi, tushundirmayotimiz. Xalqimiz mana diqqat qilish lozim. 35 million xalq nisbatan 10 dani bir xonimning bo'lmasligi, shu fatvo beralaydigan, kitob o'talaydigan diniy jihatdagi bizning dinimizning nega ko'rib qolganligini biz o'ylab baqsak bo'ladi mana. Undan boshqacha 3000 dani bir dinda maqsad o'qiydigan odam bo'lmaganligi, yana o'sha hujum. Allah'tan qo'rqayli, insof qilayli. Bu yo'lga aslida bu zakatni ishlatib o'ltirmay, nima qilish kerak desa, o'zimizning pulimiz bilan biz bir mustahkam qo'rg'on qurib chiqishimiz kerakdi. Unda qilinmagandan keyin amal bo'lmaganda mushuni ishlatish o'limala fatvo qiliq. Mushuni ishlatish bo'ldi deylik. Shunga ma yo'l, ma o'chsab, g'arib padilchi qilib qolmasin, keyin yana haqiqiy jon beradigan, mol beradigan kishilarni tarbiyalaydigan yoki shunday kishilar mana mushu sabtdan chiqadiganlikqa bizning ishonchimiz komil. Shunga bu fisabillarni biz ilqi buni bak ziyorat kengaytib ham yo'lga qilayotganlarmi bor, unda bo'lsa bo'lmaydi. Chunki 8 dan o'rinni Alloh taolo shundan cheklab qo'ydi, boshqa o'rin yo'q. Bu 8 o'rinningki, masalan, fisabillar desa, bu intayin muhim. Hozirgi vaqtda Alloh yo'lida mangadigan, shuni so'zlaydigan, deydigan axborot, masalan, shular qarshi harakat qilayotgan kishi musulmon bo'lsa, aqida e'tiqodi sog'lom bo'lsa, bular uchun zakatni berishga bo'ladi degan bo'ldi. Buni nurg'ulg'an dalil faktlar bor, buni to'xtalsak vaqt biroz uzrab qoladi. Shunga biz bunga hammalar bir diqqat qilaylik. Endi shu fisabillarni masalash, Qur'on kitob bostirish, boshqa bir ko'riklarni yasash, doktorxona yasash bo'yicha desa, buni o'lamalar to'g'ri emas degan. Lekin bir yerda masjidni faqat salmabdi, ikki salmabdi, qat'iy shunga ehtiyoj bor ekan, o'choq sasi bo'ladi deydi olimlar. Faqat mutlaq emas. Faqatlam amal yo'q. Pulni berib olmaydigan, ya pul topolmagan bo'lib qolsa, faqat amal bo'lmagan vaqtda bir masjid bo'lish kerak. Endi masjid degandan keyin ayni vaqtdagi masjid ham maktabda, madrasada. Hamcho bir maslahat kengashi qilgan o'rinda, hamcho namoz o'qiydigan yer. Hozir endi masjidimiz faqat shu namoz o'qiydiganlar qartilib qoldi, qog'oshni qilolmaymiz. Shunga masjidning roli kunga-kungacha yo'qolib ketib bordi, qarindoshlar. Shunga bir ish yo'qolib qolsa, masalan, farz ayn farz kupay oldu bir nimamda hukm. Farz encho desa, farz aynni biz o'zimiz hammamiz yekalat qilmasak bo'lmaydi. Farz kupaynicha boshqalar qilsa bizdan saqt bo'ladi. Lekin hozirgidek vaqtda qilmaydigan bo'lib qolsa masalan. Her 80 kilometrda birden dini alim çıkış şart deydi. Usul fiqh qoidasida her 80 kilometr bizning vatanimizda 80 kilometr, 80 kvadrat kilometr hisob qilib, qancha yetamdik yetmamdi ekan. Bo'lib hozirgidek ulamolarimiz o'ltirilayotgan, shahid qilinayotgan, yo'q qilib o'tayotgan vaqtda cho'qim mutaxassis darajalik ulamolar chiqmasa, ayni ixtilofli chiqadi, ashuna chalib kishilar chiqib kishilarni ozdirdi, har xil to'yiq yo'llar boshlaydi, anaqdan keyin yana ulamo tilaydigan gap. O'qisa qildi, bilim olsa qildi, bilim bo'lsa uningdan ko'cha ozmaydi masalan. Buningga endi biz bu meseleni oturqishqa biz buyurilgan şuna demisek bo'lmaydi buni. Şuna bir yerda innama sadaqat lil fuqara vel masakinda bir sadaqalar faqir miskinlarga, undan keyin shuna xizmat qilgan kishilarga zakatlarni berish lozim dedik. Mana hozirgi masalada bizning o'zimizning ahliy ahvolga solgan bo'lsak, buni g'umcha berish bu intayin muhim. Masalan, madrasalar hozir muntazam holatda bir o'qitadigan, o'qildigan, nurg'ulg'an o'quvchi bo'lsa-mi, ya yo'q, qiynaladigan ustozlarmi oz emas. Mesela, tegidin ulug' holatda bilimli ko'p chiqsa, xalqimiz yana hidoyat nuridan ayrilmaydi. Agar unda bo'lmay, hali o'zim o'rganib oldim, unda ish yo'q bu yerda. 30-40 yil o'rganmasa bir narsani tegi mohiyatini tushunib, xalqcha to'g'ri, xato deyaligidek odam chiqishi tez bo'ladi endi. Shunga shu ixtisosli kishilar cho'qim diqqat qilishi, shu xalqimizga nisbatan endi 35 million xalq nisbatan hech bo'lmaganda bir 2-3 ming diniy olim, ulamo, o'g'il qizlardan maxsus tarbiyalashga ahamiyat berishi intayin muhim. Etrafımızda mesela pendim nayet yaxshi ya bal o'qiyotdi. Vatanda mo'ja xalqimiz, o'quvchilarimiz o'qiyotdi. Lekin dinsiz holatda o'qiyotdi. Bu nuqtani eskartishga o'zimning majburiyat deb qaradim. Shunga biz shunga har bir sohaga qaysi taraf eshib ketib qolsa, qaysi taraf xatolik bo'lib qolsa, uningga izohat eskartish bermasak bo'lmaydi. Hozirgi vaqt endi bizning hammamizningki shunga ahamiyat beradigan vaqtimiz. Qo'limizdan kelishicha Qur'on hadisning tegi mohiyatini to'g'ri tushuntiradigan, tushunadigan bir 2-3 ming danicha o'quvchimiz yoki farzandlarimiz yetishib chiqishi intayin zarur. Buning uchun shu ixtisosli kishilar, shu ijtimoiy ta'sir va kishilar bunga yordamlashishi, buni hamkorlashishi lozim. Eng muhimi, hozirgi istiqsiz urushga kirgan mediaga, axborot vositalariga desa, to'g'ri holatda shu kishining o'zi boshqaruvchi, shuni app manguvchi
haqiqiy musulmon bo'lsa, islomga qarshi fikr qilmaydigan, shunday narsani taqatmaydigan o'zining kanallarda bo'lib qolsa, uyagimi ba'zi bo'ldi degan hukm bor. Shunga qarindoshlar, endi buningda biz 8 darning o'rinninki qisqacha ahvolni sizlar bilan o'rtoqlashdik. Allah subhanahu va taolo keyingi vaqtlar yana ko'rishishga Allah nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo bugun 27 kecha hammamizni shu qadrcha uchrashqili, shuncha topqili nasib qilsin. Allah taolo o'z roziligiga amallarga muvaffaq qilsin. Mush dinimizni deb chiqdik, dinimizni deb nurg'un jafo tortdik. Endi dunyomizni ayriliq, dinimizni ayrılib qolmayli. Dinimizni qo'g'dashga alohida kuch chiqirli, his qo'shli, mush uchuncha kuch chiqargan, his qo'shgan barliq qarindoshlarningki kuchiga Allah taolo barakat ato qilsin, mol mulkini ham ko'paytirib bersin. Allah subhanahu va taolo ikki dunyoda aziz qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.